Raz bormi? Ketdik. Vo'xti shakal. Shunaqa yurasanmi sen, ey? Yomon yurib qo'yarkan lekin boru. Nissan Altima haydaganlar bormi? Haqiqatan lyuklisi full variant ekan boru. Lekin shundoq olarkansan, minarkansan, ходовой часть deysizlarmi, motori ishlashi deysizlarmi? Lekin ozgina ruli og'irlik qilyapti men uchun. Yana bilmadim. Kommentariyada yozib qoldiringlar, o'zi sal og'irroq bo'ladimi yo yumshoq bo'ladimi? Keling, bu yoqqa keling. Rushnoy tormozga nima deysiz? Rushnoy tormoz. Mana shu ruldagi bor, multimediyaga hamma narsalar ishlar ekan. 9 klimat kontrollargacha bor mashinani. Ko'rasizlarmi? Stop start. Mana shu pult ichida bo'lmasa zavod bo'lmaydi mashina. Ishonasizlarmi? 7000 dollarga qo'yib beramiz. 7000 ga. 2008 yurgan probegi 335 ming ekan. Diska holatlarini qarang. Balonlarni qarang, ancha balonlar taqib qo'yishgan ekan. Mashinani o'zlari uchun akalamiz polni asfalt qo'yishgan ekan. Yana navrotlarga keladigan bo'lsa, video registrator, antiradarlargacha berib olishar ekan. Sizlar xullas shu mashinaga o'tirib, mazza qilib minsanglar bo'ldi ekan. Haqiqatda yozib qoldiring, orqasi chiroyli bo'ladi shu mashinani. 7000 dollarga ko'rganlar lekin bor, mashinaga uncha tushunmaydigan insonlar 15-20 ming tursa kerak deb o'ylaydi. O'zi shu mashina ham 8,5 ming 9 ming turadi. Polni ishlari qilib qo'yilgan ekan. 7000 dollarga bitta like bosingda, bosib oling mashinani ekan.